Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Abu Dardo radhiyallohu anhu: ichingizda 2 shippak tahorat suvi va yostiq egasi yo'qmi degan. Izoh: bu yerda mazkur narsalarni ko'tarib yuruvchi sahoba Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nazarda tutilmoqda. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 152-hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haloga kirganlarida men va bir bola o'zimiz bilan idovada suv va anaza olib borar edik. U zot suv bilan istinjo qilar edilar. Anaza uchiga temir qoplangan hassa.